Tasavvur qiling, hayotingizda shunday bir lahza bo'lganmi? Hech narsa kutmagan edingiz, lekin birdan bir hodisa sodir bo'ldi. Balki eski do'stingiz bilan kutilmaganda uchrashgansiz. Balki aynan kerakli g'oya sizning hayolingizda eng kerakli paytda kelgan. Yoki bir qaror hayotingiz yo'nalishini butunlay o'zgartirgan. Biz bunday holatlarni odatda bir so'z bilan ataymiz: tasodif. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Tasodif degan narsa o'zi rostdan bormi? Yoki biz shunchaki sababini bilmagan voqealarga shunday nom beramizmi? Ba'zilar uchun tasodif ehtimollik natijasi, boshqalar uchun esa hayotning sirli rejasi. Yana kimlardir uchun tasodif bu biz hali tushunib yetmagan qonuniyat. Qiziq tomoni shundaki, inson miyasi doim bog'lanish izlaydi. Biz tasodifiy voqealarda ham ma'no ko'rishga harakat qilamiz. Ba'zan bu bizni ilhomlantiradi, ba'zan esa butun hayot haqidagi fikrimizni o'zgartiradi. Shunday ekan, bugun biz oddiy savolga javob qidiramiz. Tasodif aslida nima? U mavjudmi yoki bu faqat bizning tushunchamizmi? Video boshlanishidan oldin unga like bosishni unutmang va biz boshladik. Tasodif bu biror voqea yoki natija oldindan aniq, rejalashtirilmagan, nazorat qilinmagan yoki maqsadli ravishda yuzaga kelmagan sharoitlarda sodir bo'lishidir. Bunday holatlarda hodisaning aynan shu shaklda ro'y berishini oldindan taxmin qilish qiyin bo'ladi. Chunki u ko'plab omillarning kutilmagan tarzda bir vaqtning o'zida to'qnashuvi natijasida hosil bo'ladi. Ilm-fan nuqtai nazaridan aytganda ham deyarli shunday. Lekin uni tavsiflash uchun bir qonuniyatlar bor. Bu albatta ehtimollik. Ilm-fan tasodifni sababsiz holat deb emas, balki noaniqlik mavjud bo'lgan tizim sifatida ko'radi. Matematikada u ehtimollik nazariyasi orqali o'rganiladi. Eng mashhur misollardan biri bo'lgan tangani olaylik. Tanga tashlanganda natija bor, lekin qaysi biri tushishi oldindan aytib bo'lmaydi. Ikkita natija, bitta bo'ladigan tasodifiy natija, uning ro'y berish ehtimoli 50%. Yoki bir qutida 3 xil rangli shar bor, 3 ta. Aynan bitta urinishda oladigan natijamiz tasodif. Uning ehtimolligi esa 33%. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, ko'p sonli hodisalar ichida ayrim natijalar kutilmagan ko'rinadi. Statistikada shunday deyishadi: ko'p takrorlanadigan jarayonlarda noodatiy natijalar ham tabiiy ravishda paydo bo'ladi. Masalan, millionlab odamlar orasida juda o'xshash voqealar uchrashi. Tasodifiy tanlovlarda ayrim kombinatsiyalarning paydo bo'lishi. Bu hodisalar asli ehtimollikning tabiiy natijasidir. Fizik nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, biz o'rganadigan klassik fizikada shuni aytiladi. Agar bizda boshlang'ich ma'lumotlar, tezlik, vaqt ta'siri va shu kabi omillar bo'lsa, aniq natijani aniq belgilash mumkin. Bu yerda tasodif ko'pincha ma'lumot yetishmasligi, juda murakkab hisob-kitob yoki o'lchovdagi xatolik bilan bog'liq. Lekin kvant mexanika va kvant fizikada aytganda, hodisalarning ayrimlari tabiatan ehtimollik asosida ro'y beradi. Bu yerda tasodifga tizimning o'z xususiyati sifatida qaraladi. Qisqasi, ilmiy tomondan qarasak, tasodif sababsiz hodisa emas. U ehtimollik bilan tavsiflanadigan natija. Ilm-fan tasodifni inkor etmaydi, balki uni qonuniyatlar va ehtimolliklar orqali tushuntiradi. Lekin boshqa sohalar ham bor. Psixologiyada tasodif bu inson ongining kutilmagan voqealarga ma'no berish jarayoni bilan bog'liq tushuncha. Ya'ni hodisa ko'pincha o'zi oddiy bo'ladi, lekin miya uni maxsus, belgili yoki g'alati deb qabul qiladi. Birinchidan, inson miyasi naqsh izlaydi. Miya doim o'xshashlik, bog'lanish, sabab-oqibat qidiradi. Shuning uchun tasodifiy voqealar orasida ham bog'liqlik ko'rishga harakat qiladi. Bu tabiiy aqliy jarayon. Ikkinchidan, psixologiyada apofeniya degan tushuncha bor. Bunga ko'ra inson tasodifiy ma'lumotlarda ma'no yoki bog'lanish ko'radi. Masalan, ikkita hodisa bir vaqtda sodir bo'lsa, uni aloqador deb o'ylash. Oddiy raqamlar ketma-ketligidan ma'no ko'rish. Uchinchidan, insonlar o'z fikriga mos keladigan fikrlarni yaxshilab eslab qolishga moyil. Ba'zi tasodiflar bizga juda muhim ko'rinadi, ammo o'xshash, lekin ahamiyatsiz voqealar e'tibordan chetda qoladi. Qisqa qilib aytganda, psixologik jihatdan tasodif voqeaga ong tomonidan berilgan talqin.
Ba'zan real ehtimollik, ba'zan esa idrok xususiyati. Ya'ni tasodif faqat tashqi hodisa emas, balki u insonning uni qanday qabul qilishiga ham bog'liq. Falsafiy jihatdan esa tasodif voqealarning sabab va zarurat bilan bog'liqligi haqida savol orqali tushuntiriladi. Ba'zi faylasuflarning fikricha, dunyoda har bir hodisaning aniq sababi bor. Aristotel esa tasodifni kutilmagan kesishuv sifatida tushuntirgan. Ya'ni ikki mustaqil sabab bir joyda to'qnashib qolsa, natija tasodif bo'ladi deb hisoblardi. Ba'zi zamonaviy faylasuflar tasodifni inson hayotidagi tanlov va erkinlik bilan bog'laydi. Lekin shuni aytishim kerakki, ularning fikrlari tasodif nima degan savolga javob bo'la olmaydi. Fikrlar fikr maktabiga qarab o'zgarishi mumkin, lekin baribir javob yo'q. Shu o'rinda men ba'zi shu mavzudagi holatlar haqida gapirmoqchiman. Millionlab insonlar orasidagi o'xshash voqealar sodir bo'lishi bu bir qarashda juda dolzarb masala. Lekin bir narsa aniq. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra hozirgacha 100 milliard inson yer yuzida yashab o'tgan. Mayli, hozirgi aholini 8 milliard deb olsak ham, o'sha 8 milliard aholi hayotida trillionlab voqealar sodir bo'lishi aniq. Mantiqan o'ylab qarasa, bunday holatlar sodir bo'lish ehtimoli unchalik kichik emas. Bundan tashqari biz ko'pincha dunyoga mashhur holatlar, voqealar va yutuqlarni bilamiz. Ammo aynan o'shanga o'xshash holatlar, o'xshash hayotlar hozir ham mavjud bo'lmasligi ehtimolini o'ylaymiz. Aytmoqchimanki, o'xshash voqealar sodir bo'lgan insonlar yer yuzida sanoqlidek ko'rinadi. Lekin shuni unutmang, ular barchasi mashhur holatlar bo'lgan. Aslida shunday holatlar bo'la turib, biz ularni bilmasligimiz mumkinmi? Milliard odam ichida trillionlab voqealar orasida o'xshashlar qancha bo'lishi mumkin? O'xshash voqealar qancha bo'lishi mumkin? Tasavvur qilyapsiz. Qisqa qilib aytganda, ular mavjud emas degan aniq javobimiz yo'q. Lekin shu bilan birga mavjudlar yagona degan savolga ham javob yo'q. Bu savol javob topadimi bilmayman. Lekin tan oling, javob topilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Yo balki men adashayotgandirman, bu savolga javob topilgandir. Lekin men buni aniq bilmayman. Agar bilsangiz, izohlarda yozib qoling. Mayli, mavzuga kelsak. Ba'zi odamlar va fikr yo'nalishlari shunday deydi. Tasodif aslida mavjud emas. Ularning qarashlari quyidagicha. Barcha ma'lumotlar to'liq bo'lsa va barcha qonunlar hisobga olinsa, unda natijani oldindan aytish mumkin. Yana ular aytadi, hech narsa o'z-o'zidan yuz bermaydi. Har bir natija ortida fizik qonunlar, oldingi holatlar, muhit ta'siri, vaqt omili yotadi. Demak, tasodif inson bilimining chegarasidir deb hisoblashadi. Xulosa, tasodif haqida turli ilmiy va falsafiy qarashlarni ko'rdik. Ma'lum bo'ldiki, u oddiy tushuncha emas. U ehtimollik, sabablar zanjiri, inson idroki va tabiat qonunlari bilan bog'liq. Eng qiziq jihati shuki, bizning hayotimizda tasodifga juda ko'p duch kelamiz. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Yana shuni aytishim mumkin, tasodif yangi imkoniyat ham bo'lishi mumkin. Video oxirida sizga savol bermoqchiman. Bu videodan keyin dunyoqarashingiz o'zgardimi? Biror yangi narsa o'rgandingizmi? Biror fikrga nisbatan qarashingiz o'zgardimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoling. Darvoqe, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.